Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan har doimda Hayot Bahmedov. Aprel, may, iyun oylariga to'liq aviabilet ro'yxatini o'qib beraman. 90 kun turish shartmi? Havo yo'llari qo'noq shartdan Tojikiston, Xo'jand, Dushanbega, Qirg'iziston, O'shga va O'zbekistonga kelish narxlarini o'qiyman. Buni ko'rdan ketib, aeroport Domodedo'dan qaytib keldik. Atqishatga olyapti. So'roq savol bo'lyaptimi? 10 kunda borib qaytib keldik. Patentga ham borib topshirdik. Besh bir asfalt ketdi oldi. Patentni o'ziga agar sertifikat bo'lsa, 16935 17 million. Agar sertifikat bo'lmasa, Xudosi oladigan paytda birga video qilamiz, musofirdaglar foydali bo'ladi. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Preveligi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarni faqatgina bizda Mir Preveligida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Preveligi biz bilan hammasi oson. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan har doimda Hayot Bahmedov. Bugun O'zbegim 24 metro Begavaydagi global ofisimizga keldik. Aprel, may, iyul oylariga to'liq aviabilet ro'yxatini o'qib beraman. Videoda boshida Suvchayna ukam ekranda yozgan paytda sira savollarni berib oldim. O'zbekistonga 10 kun ichida borib, kelib patentga topshirdi. 90 kun turish shartmi yo 90 kun turish shart emasmi? Bu haqida o'zimni qiziqqan savolimni yengil berib o'tib ketdim. Chunki aviakassada o'zi o'tirib 1 yil to'liq Moskvada bo'ldi-da, borib keldi, yana patentga topshirdi. Savol berayotganlar uchun konkret javob bo'ldi. Aynan 90 kun turish shartmi, 90 kun turish shart emasmi? Va kelgandan keyin dokumentga topshirsa bo'ladimi, yo'qmi deganlar uchun. Kechagi kuni topshirib kelsa, patentga bugunmi? Bugun borib topshirib keldi. Xudo xolasa oladigan paytda video qilamiz. Qanaqa nima holatlar bo'lgan, to'liq sizlarga video qilib beraman. Kanalga bittadan like, aviabilet bo'yicha ekranning nomerlariga bemalol aloqaga chiqarasiz. Qani unda biz havo yo'llari qo'noq shartdan Tojikiston, Xo'jand, Dushanbega, Qirg'iziston, O'shga va O'zbekistonga kelish narxlarini o'qiyman. Ko'p savol bo'layotdi, Hayot Bey, siz taksingizdan foydalanish uchun обязательно sizdan bilet olish kerakmi degan savolni beribdi. Ishonchli aviakassa, arzon bilet qayerda bo'lsa olib, bemalol mana shu taksi xizmatiga обращаться qilaverasizlar, lekin biz harakat qilamiz maksimalniy darajada eng arzon, ishonchli aviabiletlarni qilib berishga. Shuning uchun hamma joydan bilet sotuvchi bo'lim joylaridan surishtirib, bir qator bizdan ham surishtirib qo'ysanglar, qaysi arzon bo'lsa, ishonchli bo'lsa, bilet olsanglar bo'laveradi. Обязательно mendan bilet ol, taksi xizmati, dokument to'la xizmat qilamiz degan narsalar yo'q. Samg'ilani o'zbekmisiz, samg'ilani musulmonmisiz? Shu xizmat kerakmi? Sizlarning xizmatlardan. Shunaqa gaplar. Mir Preveliga promokod 123. Pul jo'natayotgan akalarimizga ham addushi rahmat. Videoda boshida sira mana shu ma'lumotlarni berib olmasam, qolib ketib qolyapti, chunki videoda o'tkazib ko'radigan akalarimiz uchun kimda pul jo'natyapti, kimda like bosadi, kimda podpisasiya meni podдержка qilayotganlarga hammalarga addushi rahmat. Bismillah deb boshladim. Aeroport Domodedo'dan qo'noq shart aviakompaniya Toshkent 16 dan 20gacha so'kmaylar, lekin eng arzonlarini havo yo'llaridan o'qiyman. 10200 rubldan 11700 rublgacha bo'layotgan Toshkent. Domodedo Namangan qo'noq 20dan 29gacha 7600 rubldan 11200 rublgacha. Farg'ona 10000 rubldan aka 21-28 ga bor ekan. Buxoro 7600 rubldan 11000 rublgacha. Menimcha yaxshi narx. Boshidagi jinday shu haligi 2000, 1.5 qimmatligi menga yoqmay qoldi xolos. O'zbekistonga kelmoqchi bo'lsanglar 19000 rubldan 33000 rublgacha bo'layapti. Havo yo'llari bilet narxlari. Tojikistonga, Dushanbega 11000 rubldan 13000 rublgacha, aprel oyiga, Xo'jandga aprel oyiga 13000 rubldan 16500 rublgacha. Qirg'iziston, O'shga uchmoqchi bo'lsanglar 14000 rubldan 17000 rublgacha bo'layapti. Bemalol biletlar xarid qilsanglar bo'laveradi. Va nihoyat O'zbekiston havo yo'llariga yetib keldik. O'zbekiston havo yo'llarini sizlar uchun to'liq ro'yxatini o'qib bermoqchi bo'layotgandim. Biz o'qib turamiz. Aprel oyiga 6000 rubldan 9000 rublgacha, eng qimmati 11000 rublgacha bilet bor. Hozirgi paytda aynan bugungi kun bo'yicha 16-aprel bo'yicha xudo xolisi shunaqa narx. May oyiga 9000 rubldan 11000 rublgacha bo'lyapti. Iyul oylariga 9000 dan 14000 rublgacha bo'lyapti. Imminni O'zbekiston havo yo'llari eng arzon va eng qimmat narxini aytib o'tib ketdim. Mabodo shu kunlarga ketmoqchi bo'layotgan akalarimiz biletlarni xarid qilsalar bo'laveradi. Aprel oyiga to'liq ro'yxat Nukus 17-dan 29gacha 9000 rubldan 11000 rublgacha.
may oyiga 9000 rubl. Urganch 16-dan 29-gacha 9000 rubldan 10000 rublgacha, may oyiga 9000 rubldan 11000 rublgacha bo'lyapti. Buxoro 10-dan 30-aprelgacha 9000dan 14000 rublgacha, may oyiga 11000 rubl. Navoiyga 17-dan 29-gacha 9000 rubldan 11000 rublgacha bo'lyapti ekan, may oyiga ham 11000 rubl. Termiz 18-dan 30-aprelgacha 14500 rubldan 15500 rublgacha bo'lyapti ekan, may oyiga 11200 rubl. Qarshi 23-dan 30-aprelgacha 14500, may oyiga 11000 rubldan 14500 rublgacha bo'lyapti. Samarqand 17-dan boshlab 30-aprelgacha 12500 rubl, may oyiga 9000 rubldan 17000 rublgacha bo'lyapti ekan. Farg'ona 16-dan 30-aprelgacha 11000 rubldan 12000 rublgacha bo'lyapti ekan, may oyiga 11000 rublni tashkil qilyapti. Namangan 16-dan 30-gacha 9900 rubl, may oyiga 9000 rubldan 10000 rublgacha bo'lyapti. Toshkent 32 8 bagajli 16-dan 30-aprelgacha 10000 rubldan 13000 rublgacha, may oyiga 11000 rubldan 15000 rublgacha bo'lyapti. Aziz vatandoshlar, agar sizlarga narxlar ma'qul bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilganingizda iltimos qilaman, haqiqatda O'zbegim 24 aviakassami. Telegramda hech qachon O'zbegim 24 deb istamanglar. Mana shunaqa mashinalar biz nomimizdan kanallar ochib, odamlarni aldayapti. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardim. Jinday ahamiyat beribsizlar degan umiddaman akalar. Biz original Telegram kanalimiz opsiyasida bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi. Allohga omonat sizlar, sog' salomat bo'lasizlar.